O'zing bitta tanilmagan model bo'lsang, menga yana ayb topasan. Oldin shu organizatorlardagi bo'lib ol, keyin gapirasan. Modellik yoqmayotgan bo'lsa bor, Oksfordda o'qigan degan kommentni bundan oldingi videoyimga bitta muxlisim yozib qoldiribdi. Kelinglar. Men bu sohaga qanday kirib keldim va shu kungacha qaysi proyekt pokazlarda qatnashdim, shu haqida gaplashamiz. Men modellikni 7-sinfimda Marg'ilonda boshlaganman. Marg'ilonda Hunarmandlar markazida adres o'qish uchun shogirdlikka tushgandim. U yoqda adresdan chiroyli kolleksiyalarni chiqarib chet elga sotadigan bitta dizayner meni ko'rib qolgan, so'ragan, bo'ying necha santimetr? Keyingi bergan savoli, model bo'lishni xohlaysanmi? Shu dizayner Shuhrat aka sabab men modellikka kirib kelganman. Birinchi pokaz podiumda ham mana shu Shuhrat aka olib chiqqanlar, Marg'ilonda o'tkazilgan. Hozir nomi esimda yo'q. 2020-yil adashmasam, Marg'ilonda pokaz bo'lib o'tgan. Milliy ko'rgazma, shunda ishtirok etganman. Shundan keyin sekin-sekin Farg'ona, Marg'ilondagi salonchilarni kelin qo'yli makiyaj syomkalariga chiqishni boshlaganman. Keyin maktabni bitirib Toshkentga o'qishga kirganman. Dizaynerskiy institutga kirganim uchun bu yoqda ham pokaz syomkalarda qatnashib yurdim. Institut tomonidan tashkillashtirilgan, aniq esimda, tug'ilgan kunimdan bir kun oldin Rexinsa bitta videosi rilsimdan chiqib qolgan. Modellar uchun onlayn casting boshlanganda Madina Apaga neobычный tipajlarni qidirayotgandilar. Men tavakkal Madina Apaga yozib ko'rdim, chunki ularni birinchi ochgan potoklariga imkonim bo'lmasdan qatnasha olmagandim, bora olmagandim. Rosa bir kun ichida, ya'ni meni tug'ilgan kunimda Madina Apadan javob kelgan. Tipajiz menga yoqdi. Besfiltr rasmlaringizni tashing, sizni hayotda ham bitta ko'rishim kerak deganlar. Shunaqangi xursand bo'lib ketganman. Bu men uchun tug'ilgan kunimga eng zo'r sovg'a bo'lgan. Shunaqa qilib men modellikka o'qishga qabul qilinganman. Cosmodos agentsiyasida professional modellikni o'rganishni boshlaganman. Meni birinchi debut pokazim Visa Fashion Week'dan boshlangan. U paytda hali blog yurgizishni boshlamagandim. Telefonim ham oddiyligi uchun pokazdan kadr chiroyli chiqishlarimni ola olmaganman. Boshda javoblarni olib, keyinchalik bir amallab kastinglaridan o'tib, glamour podium pokazlarida ham ishtirok etganman. Bu men uchun prime darajasi bo'lgan desam adashmayman, chunki bu pokazda qatnashgan modellar juda ham yaxshi bilishadi. Glamour podium hamma modellarni ham olavermaydi va pokaz professional darajada o'tkaziladi. Kechirasizlar, gapirib turib, bu strelka chizolmayman, shuning uchun chizib oldim. Xo'sh, mavzuga qaytsak. Bundan keyin o'tgan yili Wedding Fest'da qatnashganman. Videoyimda aytganimdek, o'tgan yili Wedding Fest umuman boshqacha darajada o'tgan, hamma narsa joy-joyida. Undan keyin Uzexpo'da o'tkazilgan pokazlarda qatnashganman. Italiya Alta Moda pokazida ham chiqqan ekanman. O'tgan yilgi Visa Fashion Week'da ham qatnashgan ekanman. To'g'ri, Kendall Jenner, Bella Hadid, Irina Shayxlardagi mashhurlikka erishmagan bo'lsam ham, model sifatida O'zbekistonda ozmi-ko'pmi proyekt pokazlarda ishtirok etib, o'z orzuyimni amalga oshirganman. Hayotgancha, bundan oldingi qo'ygan videoyim uchun mendan uzr so'ratmoqchi bo'lishdi. Har bitta sohani o'ziga yarasha kamchilik, qiyinchiliklari bo'ladi. Menimcha, pokaz organizatorlari ham qilingan kamchiliklarni kimdir aytsa yoki shunaqa video qilib chiqsa, bu narsani to'g'ri qabul qilishlari kerak va uzr so'ratish o'rniga keyingi pokazlarda bunaqa kamchiliklarni qilmaslikka harakat qilishlari kerak. Men aytmasam bu narsani baribir kimdir aytib olib chiqardi. Pokazlarda shunga o'xshash qiziq voqealar juda ham ko'p bo'ladi, lekin bularni hammasini ham biz ayta olmaymiz, chunki bizga aytish taqiqlanadi. Yoki u pokaz organizatorlari qaytib bu modelda ishtirok etishga ruxsat bermaydi, yoki agentство bu modellar safidan chetlashtiradi. Shunaqa. Fashion va moda olamidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun